90 kun davomida 100 tadan arjimaniya qilmoqchi bo'lsangiz, mana sizni tanangiz bilan nimalar sodir bo'ladi? Siz bilan 85-kunidayoq nimalar sodir bo'lishini bilganingizda bu challenge-ni hech qachon rad qilmagan bo'lardingiz. Dastlabki 30 kun bu faqatgina qizish davri hisoblanadi. Ko'krak, yelka va tritsepslaringizda shakllanish boshlanadi va buni odamlar payqay boshlaydi. 45-kunda esa sizni qorin mushaklaringiz kuchaya boshlaydi. Chunki har bitta arjimaniya 200 ta mushakni bir vaqtning o'zida ishga soladi. 60-kunga borib sizning tanangiz bilan ajoyib narsa yuz beradi. Tanangizdagi testosteron darajasi oshib, siz naq yog' yo'qotish mashinasiga aylanasiz. Asosiy o'zgarish esa 75-kun boshlanadi. Yuqori tanangizdagi kuch siz hech qachon tasavvur qilmagan darajaga yetadi. Ammo 85-kun naq mo'jiza sodir bo'ladigan vaqt hisoblanadi. Tanangiz kuch chegarasi degan bosqichga yetadi va siz 100 ta arjimaniyani hech qanday to'xtalishsiz bajara olasiz. Mushak tolalariningiz nihoyatda zichlashadi va modda almashinuvi 24 soat davomida yuqori darajada bo'ladi. Qomatingiz to'g'rilanadi, yelka og'rig'i yo'qoladi, hatto suyaklar zichligi ham oshadi. 90-kun kelganda siz shunchaki kuchli emas, balki tanangizni qaytadan turlagan hisoblanasiz. Eng qizig'i bu challenge sizga 1 so'mga ham tushmaydi. Faqatgina kuniga 10 daqiqagina vaqtingizni oladi. Endi shuni bilishingiz kerakki, bu challenge 85-kunigacha faqatgina 3% odam yetib boradi. Agar siz ham 3% odam